Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men yana bir bora Nezarkin. Bugungi videomizda biza Bedrock pedestal modani obzor qilib o'tamiz. Bu modni men yasaganman. Prosta qiziqarli mod ekan. Вообще qiziq, o'zim avval ishlatib ko'rganman. Shuning uchun sizlarga ham bir maslahat berib obzor qilib o'tmoqchiman. Bu modimizda mana shu narsalardan iborat. Ya'ni ayrim narsalar bitta davlama bilan kirka, o'roq bu yerda nimani o'ziniki, qolgan narsalar bu Bedrock pedestaldan qo'shilgan va uning kraftlari mana bunaqa. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek, shunaqa kraftlanadi bu narsalar va bularning o'z vazifalari bor. Hozir vazifalarini ham tushuntirib o'taman. Masalan, Harvester pedestal. Bu Harvester nomidan tushunchalar bo'ladi. Buni butiga o'roq qo'yib bossak, necha joy 9 ga 9 emas, bizlarga 5 ga 5 aktive qilsak va buni tagiga sandiq ham qo'yish kerak edi. Buni tagiga sandiq ham qo'yish kerak. Hozir yaxshi gamer kreativ qilib bu avtomatik nimalarni yig'ib terim nimalari uchun ishlash kerak. Hozir bizga suv ham kerak bo'ladi. Bo'tani xohlasanglar yopib qo'yasizlar, xohlasanglar ochib qo'yasizlar, xohlasanglar tagidan o'tadigan joy qilib bemalol sandiqni ochaverasizlar. Hozircha buni joy qilib olamiz. Mana kichkinagina bizani nimamiz o'roq ketib qoldi. Endi masalan nima ekanmiz? Masalan deylik, bug'doy emas, kartoshka ekanmiz. Kartoshka mana. Endi mana uchun ochib, o'roq solib, buning vazifasi mana shu o'stirilgan narsani yig'ib olish. Mana aktiv qilish kerak. To'xta, bu mana ishlar. Turib ishlar ekan. Avtomatik o'zi 2 ham qo'yadi. Ko'rib turganlaringizdek o'stirib olman. Voy. Yana shu uzr, bu chaka nima bo'lib ketdi? Chaka zo'rmi nima edi? O'sha bo'lib ketdi. Bexosdan keyin mana bu sandiqni pikselini mana epay. Piksellarni mana shunday olib borib ochib olamni desam, yo'q bo'lmas ekan. Keyin tagida o'tadigan joy qilib ham ochaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek bu nimalarni avtomatik o'rib oladi. Keyingisi miner pedestal. Miner pedestalning vazifasi albatta nomiga loyiq bu qaziydi. Buni ham albatta sunduq qo'yasizlar. Sunduq bechara ham ishlamaydi. Sunduq обязательно tagida bo'lishi kerak. Buni vazifasi mining ishlari bo'ladi. Uni ichiga albatta kirka qo'yiladi. Uzr, boshqa joyga qo'ydim, mavt qo'yiladi. Va qaysi blok qaziydi? Mana filter mining deydi. Mana o'tirib ustidan bossak, mana ko'rib turganlaringizdek ichiga grass blok qo'shildi. Lekin uni qanday qilib nimada o'chirib tashlashni bilmayman, to'g'risini. Aytaman, qanday qilib o'chirib tashlaydi, o'chirib tashlashning iloji bormi o'zi umuman bilmayman. Va buni qo'yamiz. Buni ham o'zini bosishda aktivlashadi. Keyin mana range bor, range'ni ko'tarib turib, active pedestal ticking area yoqib qo'yamiz. Hozir qaysi boshlaydi? Qazib kelyapti, lekin mana o'tdan qazib kelayotgan, mana 32 gradus bo'lganiga katta, shu sabab bilan shuni sekin qazib kelyapti o'zi. Keyingimiz infusion pedestal. Infusion pedestalning vazifasi bu damlamalarga bog'liq narsa. Mana
boyagi mining pedestalga esa xohlaganinglar shunaqa qilsanglar bo'ladi. Ro'yxat kiritishinglar bo'ladi. Ana filtrga masalan buning uchun biz night vision davrasini ichamiz va mana buni bosib tursak, qaysi effektlar esan deydi. Biz faqat night vision bor, shuning uchun night vision tanlaymiz. Mana ketdi. Mana ko'rib turgan 476 to'ldi va o'yin ozgina qochib beryapti. Keyin mana bu sandiq to'lib ketadigan bo'lsa, bu avtomatik o'chiradi o'zini. Kirkasini ham avtomatik o'chiradi. Hozir men boya survival qilish reja qilgandim, soatli. Mana shuni bosib tursanglar, bemalol ichiga yutadi. Bo'ldi, to'ldi o'zi bu. Mana 1200 bo'ldi. 1200 bo'lgandan keyin mana buni ichini ochib, pedestalni kim qo'ygan bo'lsa, o'sha uchun ishlaydi bu. Keyin buni ham o'zini bosib, mana bunaqa qilsak, endi chiqarishimiz kerak. Sut ichamiz. Va ko'rib turganlaringizdek, night vision effekti bizga umrbodga berildi. Bu pedestal faqatgina siz bor joydagina ishlaydi. Ya'ni siz bor dimensionda ishlaydi. Odamga dimensionga o'tdinglarmi, u o'zi to'xtaydi. Keyingi nimamiz expulsion pedestal. Buni vazifasi hozir player filter. Buning uchun player kerak ekan. O'yinchilarni menimcha kirgizmasa kerak bu. Hozir ichkarisidan ortiqcha player yo'q deydi, shu sababli buni ishlata olmaysan deydi. Buni o'zingizlar sinab ko'rasizlar. Men hozir yonimda sherigim yo'q, shu sababli uni sizga ko'rsatib o'ta olmayman. Keyingi pedestalimiz introduction pedestal. Bu mob filter. Menimcha buni tushunishim bo'yicha bu narsadan o'chirgan ko'p tuban qilmaganman. Mana bu tamom uchun ishlaydi menimcha. Buni vazifasi tushunishim bo'yicha bu moblarni yoki kirgizmaydi yo boshqa. Aktiv. Masalan, direkt san qilib uchirib yubordi. Nima bu mana uchib ketdi. Demak, bu bosslar bilan yoki Ender Dragonning yoniga borgan paytinglar Endermanlarga qilmalash uchun ham yaxshi narsa ekan. Shuni 5 oz qo'yib shuni o'tirasizlar, bo'ldi. Afrikada paytinglar ham bu pedestal sizlarni addushi himoya qilib turar ekan. Shuning uchun ekan pedestal. Bugungi videomiz shu haqida edi. Qisqacha pedestalchalar haqida edi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, likelarni ayamasdan, podpискani ayamasdan umid qilamanki, Android modiga o'xshab normalniy podpiskani qilasizlar. Addushi kanalga obuna bo'lib, likelarni bosib tursanglar, tez shunaqangi videolarni chiqarib turaman. Lekin men bitta narsadan xafa bo'ldim, sabab Android modini 500 dan ko'p odam ko'rdi, ammo bittasini ham like bosishni o'ylamagan. Shu yuragimga sal og'irroq botdi. Faqat o'zimni jigarlarimgina bosgan. Boshqasi umuman like bosishni xayoliga ham keltirmagan. Prosta videoni ko'rgan, keyin olib ketgan. Keyin modni kanaliga keladigan bo'lsak, uni kommentariyaga joylab bo'lmadi. Telegram kanalimni havolani bloklash yolg'onmikan deb ko'rdim. O'chiq turibdi. Shundoq qilib kommentariyaga joylanmayapti. Shu sababli hozirlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Mana YouTube'ga kirgan paytinglar, bu video oxiriga bir reklama bo'ladi. Kanalimga kirsanglar, mana bu yerda joy bor. Mana shuni ochsanglar, men Telegram kanalim bor. Keyin bu yerda Dark Rose degan bor. Dark Rose'ga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolardim. Sababi addushi sevgilim bo'ladi. Lekin men kanalni ustidan bossanglar, to'g'ri olib kirib ketadi. Keyin bugun yana bitta kanal qo'shiladi. Unga ham obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Men jigarimning kanali. Shu sababli obuna bo'lib qo'yib, likelarni, podpискani ayamasdan
vaqt tursanglar har kuni qiziqarli modlarni chiqarishga harakat qilaman. Shu kanikul payti sizlarga survivalda, hardcore'da kerak bo'ladigan modlarni chiqarib turaman va bu modlar 1.21 100+ versiyalarga ishlaydi. Ko'pchiligi 26-30 dan boshlab ishlaydi. Sabab past versiyalarga mod yozsa bo'ladi, lekin ularda imkoniyatlar kam. Yangi versiyalar desa bemalol Java modlarini yangi versiyaga olib kirishyapti. Keyin tez orada yana Microsoft akkaunt ochib berish, ya'ni Minecraft uchun maxsus akkauntlar ochib berish xizmatimiz ochiladi. Unga Telegram kanalimda xabar beraman va bemalol yangi versiya do'stlaringiz bilan o'ynash uchun, serverlarga kirish uchun mendan bemalol boshlanishiga keyinchalik tekin payt foydalanib qolishingizni maslahat beraman. Keyinchalik arzon narxlarda ochib berishim mumkin. Videoni shu yerga ko'rganlar uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy o'z fikrlaringizni qoldirib ketish esingizdan chiqmasin.